Do'stlar, mana shu xomnon pistani hammamiz yeb ko'rganmiz, lekin uni tog'da o'sadi deb o'ylaymiz, tog'da pishadi deb o'ylaymiz. Daraxtini ko'rmaganmiz. Hozir men Namangan Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'ida Tojiddin otani 70 yoshga kirgan Tojiddin otani xonadonidaman. Mana shu xomnon pistani mahalliylashtirgan ekan do'stlar. Mana qaranglar, xomnon pista daraxti o'syapti. Uni qarang, yonimizda ko'ryapman mana. Mana shu narsa mana. Mana shu narsa avgust oxiriga pishar ekan. Qarang, yana bitta mo'jizani ko'rsataymi? Bu yoqqa kelinglar. Qaranglar do'stlar, bu tomonda mana xomnon pistani erkak ekan. Bu gullar ekan, lekin meva qilmas ekan. Endi buni vazifasi mana shu urg'ochilarni changlab berib turar ekan. Shuni hisobiga ular meva qilar ekan. Mana shunaqa atroflariga erkak xomnon pistalar ekilgan ekan. Qarang do'stlar, bu ham bitta mo'jiza. Aynan bu pistalar Eron eng qimmat pistalar bo'lib, bozordagi 1 kilo narxi 200 ming so'm. Endi pishgandan keyin uzilishga yaqin bo'lgan vaqtdagi narxi 1 kilo 350 ming so'm bo'lar ekan. To'g'risini aytinglar. Xomnon pistan daraxtini ko'rganmidinglar, ko'rmaganmidinglar? Eng qizig'i, butun respublikadan shunaqa o'zingizlar uyga mahalliylashtirmoqchi bo'lsangiz, ekmoqchi bo'lsangiz, 7-8 yilda meva qilar ekan, ko'chatlari bor ekan. Nomer profillarini ham qoldirib qo'yaman. Charchamanglar.